Fatih Sultan Muhammed Üniversitesi'de uruş ve köçmenler qiyinchiligi temasida suhbat yig'ini o'tkazildi. 24 fevral Dengiz Feneri Cemiyeti bilan Fatih Sultan Muhammed Üniversitesi birlikte uruş ve köçmenler qiyinchiligi temasida suhbat yig'ini uyushtirdi. Suhbat yig'iniga Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan jamiyat muavin raisi Abdul Ahad Ar qatnashdi. Yig'inda xalqarada urush sababidan köçmenler sonining barg'ansiri ko'payib borganligi, mazkur köçmenler bargan davlat va rayonlarga ig'ir besim elib kelinganligi bildirilib, köçmenlerning qiyinchiliklarini qandoq hal qilish haqida muzokara elib berildi. Xitoy paraxoti embargo tizimligiga kirgizildi. 24 fevral Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump Washingtonda o'tkazilgan jumhuriyatchilarni bir yerga jam qilgan yillik dindor siyosiy faoliyatlar konferansida so'zlagan uzun nutqining oxirida Shimoliy Koreyaga yurgizgan embargolar ustida to'xtalib, kerakli qarorlarni olganliklarini va aloqador organlarning bayonotlarini e'lon qilganliklarini bildirdi. Yig'ilishda yana Amerika Xazina ishlari ministrligi tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda Shimoliy Koreyaga yurgizilgan embargoni buzganligi sababidan bir kishi va 27 organ va yoki guruhi bilan 28 paraxotni qo'shganda jami 56 nishonning embargo tizimligiga kirgizilganligi bildirilgan. Embargo tizimligiga kirgizilgan mazkur 28 paraxotning Xitoy, Shimoliy Koreya, Singapur, Hong Kong va Panama bayroqli paraxotlar ekanligi bildirildi. Sharq Turkiston vaziyati Turkiyada jiddiy tonishtirilmoqda. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Sharq Turkiston masalasini Turkiyada jiddiy kun tartibga elib kelishni tiziltish plan doirasi ichida faoliyatlarini kuchaytirmoqda. 23 fevral Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'at guruhisini Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligining raisi Ali Kurt apandi ishxonasida kutib oldi. Ziyorat davomida Sharq Turkiston masalasidagi qiyinchilik va kun tartibdagi masalalar tonishtirilish bilan birga Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli, yaqindan beri Xitoyning Sharq Turkistonda islom diniga va musulmonlarga qarshi qonunlarni yo'l qo'yib, millionlagan Sharq Turkiston xalqini atalmish tarbiyalash lageri ismli jazo lageriga qamayotganligi, Sharq Turkiston musulmonlari ustidan elib berayotgan diniy cheklama, siyosiy bostirish qilmishlari tafsili tonishtirildi. Hay'at a'zolari shu kuni yana ziyoratlar davomida tashakkurlar vaqfini ziyorat qildi. Hay'at guruhisini tashakkurlar vaqfining raisi Hamza Aqbulut apandi ishxonasida kutib oldi. Bu yerdami o'xshashlar Sharq Turkistonning hozirgi jiddiy ahvoli va qilishga tegishli ishlar muzokara qilindi. Xalqaro soqchi tashkiloti qizil tutish buyrug'ini bekor qildi. 24 fevral The Apolitical to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xalqaro soqchi tashkiloti Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqun Aysoga chiqargan qizil tutish buyrug'ini bekor qilgan. Xabarda Xitoy Xalqaro soqchi tashkilotining Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqun Aysoga chiqargan qizil tutish buyrug'ining bekor qilinganligidan qattiq bearam bo'lganligi, Xitoyning Uyg'urlarga siyosiy va madaniyat, din jihatlarida qattiq bostirish elib berayotganligi, Xalqaro soqchi tashkilotining Xitoyning talabi bo'yicha chiqargan qizil tutish buyrug'ini bekor qilishi bo'lsa, Xitoyning Uyg'urlarga buzg'unchilik qilishiga qarshi turganligi bo'lib hisoblanganligi, Xalqaro soqchi tashkilotining bu qarori Uyg'urlar va Uyg'ur siyosiy yetakchilarining qarshi elishiga erishganligi bildirilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqun Ayso apandi bu vaqtda to'xtalib, aslida qizil tutish buyrug'i mening ustimdan chiqarilmasligi kerak edi. Xalqaro soqchi tashkiloti Xitoyning qattiq besimi bilan menga qizil tutish buyrug'i chiqargan. Xitoyning besimi har qanday bo'lishdan qat'iy nazar atrofliq tekshirishi kerak edi. Afsus, menga chiqarilgan qizil tutish buyrug'ida Xitoyning ma'lum qilgan tuhmatining rost yoki yolg'on ekanligi tekshirilmagan deganlarni bildirdi. Dulqun Ayso apandi 1988-yildagi o'quvchilar harakatiga qatnashish sababidan Xitoy tarafidan nazorat qilinib, 1990-yili Sharq Turkistondan qochib chiqqan. 1996-yili ko'chmanlik salohiyat iltimosi tasdiqlanib, Germaniya nufusiga o'tgan. Angliyadagi Adil Sotlanish nomli xalqaro kishilik huquq tashkilotining oshkorlashicha, Xalqaro soqchi tashkilotining ijroiya direktori Jagor Russell Dulqun Aysoning ismining tizimlikdan chiqarib tashlanganligini dalillab, Interpolni qiynab kelayotgan siyosiy xarakterlik qizil uqtirish hargiz mening nomimda e'lon qilinmasligi kerak edi. Bundaq ig'ir ayblashda bo'lgan bir davlat uning qonunliq yoki qonunliq emasligini inchkilik bilan ko'zdan kechirishi shart. Afsuski bu masalada unda qilinmadi degan. Adil Sotlanish nomli kishilik huquq tashkiloti 23 fevral e'lon qilgan bayonotida Interpolning qarori Xitoyning ayblashlarining
qanchalik soxtaligi va siyosiy mohiyatini isbotlab berdi degan. Taliban bilan Daeshning qilgan hujumlari Afg'onistonni zilzilaga soldi. Afg'oniston orqama-orqadan yuz bergan hujumlar bilan tavranmoqda. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Afg'onistonda o'xshash bo'lmagan 4 joyda yuz bergan hujumda 18 askar bilan qo'shganda jami 23 kishi hayotidan ayrildi. Hujumning javobgarligini terrorlik tashkiloti Daesh va Taliban o'z ustiga oldi. Taliban Farah o'lkasining g'arbida bir harbiy tekshirish punktiga hujum qildi. Hujumda 18 askar hayotidan ayrilib, 2 askar yordar bo'ldi. Yuz bergan to'qinishda 2 Taliban a'zosi o'ldirildi. Poytaxt Kabulmu odam bomba hujumiga sahna bo'ldi. Odam bomba hujumchisi Kabulning 9-rayonidagi soqchi punktiga yaqin joyda badaniga tingib olgan bombani portlatdi. Hujumda 2 kishi o'lib, 7 kishi yordar bo'ldi. Hujumning javobgarligini Daesh o'z ustiga oldi. Helmand rayonidami harbiy bazalarni nishon qilgan 2 ayrim odam bomba hujumi yuz berdi. Hujumning javobgarligini Taliban ustiga oldi. Hujumda 3 amonlikni saqlash xodimi hayotidan ayrilib, 7 kishi yordar bo'ldi. Amerika prezidenti Donald Trump Afg'onistonda Taliban va boshqa guruhlarga qarshi elib berilayotgan harbiy harakatlarni texmi quyuqlashtirish qarori olgandan keyin Afg'onistonda hujum qilish voqealari avjiga chiqmoqda. Amerika Xitoyning yangi chiqargan tor belgilamasini Dunyo savdo tashkilotiga arz qildi. Amerika juma kuni Xitoyning yangi chiqargan internet belgilamasi chet el shirkatlariga to'sqinlik qilganligini ilgari surib, Dunyo savdo tashkilotining buningga aralashishini talab qildi. Dunyo savdo tashkilotining oshkorlashicha, Amerika Xitoyni xalqaro uchur almashtirishiga va savdo mulozimatiga to'sqinlik qilishning o'rniga uningga osonlik yaratishga chaqirgan. Xitoy doiralari 2017 yil yanvarda tor bozorini tozalash va torga kirishni qoidalashtirishni o'ttirg'a qo'yib, chet el torga kirishda qo'llanilgan VPN qatorliq yumtallarni ishlatishga yangi cheklimlarni qo'ygan va uning bu yil 31 martdan boshlab ijro qilinadiganligini e'lon qilgan edi. Bu belgilama bu yil 31 martdan boshlab ijro qilinsa-mu, lekin bu xil cheklamalar Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonga o'xshash siyosiy vaziyati sezgur ba'zi rayonlarda buningdan xili burunla ijro qilinishga boshlagan. Doirlar o'tgan yili Sharq Turkistonda fuqarolarning qo'l telefoni va kompyuterlarini yerlik soqchi punkti yoki aholilar komitetlariga olib tekshirtishi, uningga nazorat qilish yumtali qochilishini talab qilgan. Kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Sharq Turkistonda bu xil yumtallarni qochilagan nurg'un Uyg'ur qo'lga elinib, qamoq jazolariga hukm qilingan. Fransiya agentligining xabarida qayd qilishicha, Amerika Xitoyning VPN'ni cheklashi chet el shirkatlarining Xitoyda turishi xodimlarining xalqaro uchurlarga erishishi va yoki chet el shirkatlarining Xitoydagi xaridorlarga mulozimat qilishiga ta'sir qildiganligini bildirgan. Amerika Savdo ministrligi Xitoyning VPN yumtallarini cheklashiga norozilik bildirish bilan birga, Amerika Davlat mudofaa ministrligi Xitoyning po'lat va alyumin mahsulotlariga boj qo'yishni qo'lladi. Reuters'ning xabar qilishicha, Amerika Davlat mudofaa ministri James Mattis payshanba kuni biz adolatsiz savdodan sistemalik foydalanib, bizning kashfiyatchanligimiz va sanoat asosimizni maqsadlik ojiziltishni davlat bexatarligimizga tahdid deb qaraymiz dedi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonning chegarasiga tikanlik o'ralma sim to'siq tortdi. Xitoy axborot vositalarining tarqatgan rasmlik xabardan ma'lum bo'lishicha, tikanlik o'ralma sim to'siqning egizligi oz deganda 3 metr keladi. Bu xil sim to'siqlarning Sharq Turkistonning 5000 kilometrlik chegarasidagi butun tuzlanlik dalalarga yoki uning faqat Qozog'iston chegarasiga tortilganligi ma'lum emas. Xitoy yer shari vaqti gazetining 20 fevral tarqatgan rasmlik xabarida Chapchal nahiyasining Qozog'iston bilan bo'lgan chegarasiga tortilgan 3 qavatlik tikanlik o'ralma sim to'siqning suratlari ko'rsatilgan. Xabarda Xitoy chegara mudofaa qismlarining chag'anda yerlik dehqonlar bilan sim to'siqni bo'ylab otliq tintish elib berayotganligi qayd qilingan. Sharq Turkistonning Qozog'iston bo'lgan chegarasidagi ba'zi tuzlanlik dalalar burundan sim to'siq bilan ayrilgan bo'lsa-mu, lekin bu sim to'siqlar 2 yoki 3 qur tikanlik yalang sim bilan ayrilgan bo'lib, hozirgidek Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya chegarasini aslatadigan undaq ham egiz, ham qilin tikanlik o'ralma sim bilan ayrilib boqmagan edi. Xabarda mazkur sim to'siqning qachon o'rnatilganligi tilga ilinmadi. Ammo Xitoy raisi Xi Jinping 2017 yil 3-oyda Sharq Turkistonga po'lat saddichin qurib, bu rayonning muqimligiga kapolatlik qilishni ta'kidlagan. Atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatining raisi Shuhrat Zakir texi yaqinda Sharq Turkistonning chegarasiga bexatarlik temi qurib, qurolliqlarning chegaradan kirishini to'sadiganligini e'lon qilgan edi. Shuhrat Zakir chegaraga tom qurib, chegara bexatarlik masalasida hech qanday bo'shliq qo'ymaymiz degan edi.
Lekin Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha bexatarlik temi so'g'uq munosabatlar urushi davridagi dushmanlik ingining mahsuli bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkiston chegarasiga tom qurishdagi maqsadi chegarani qo'g'dash emas, balki Uyg'urlarni texmo qattiq kontrol qilish, ularda texmo ig'ir vahima paydo qilishgan. İsa Yusuf Alptekin vaqfining ichilish murosimi o'tkazildi. 24 fevral tushdan keyin İstanbul Zeytinburnu rayonida yangidan qurilgan İsa Yusuf Alptekin vaqfining ichilish murosimi o'tkazildi. Murosimga Turkiya Cumhuriyeti Bosh ministerlik maslahatchisi Taner Mustafa apandi, Xalqaro taraqqiyot va hamkorlik jamiyatidan Musa Sardar Chalabi apandi, Demokratiya va strategiya tadqiqot markazi raisi Gürkan Avcı apandi, Makedoniya Türk birlashma raisi Erdo'an apandi, Sobiq Saodat partiyasining millat vakili, hozirgi İyi partiyasining bayonotchisi Muqaddar apandi qatorliq siyosiyon akademiklar, shundaqla Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ommaviy tashkilot mas'ullari qatorliq 300 dek odam qatnashdi. Murosim Qur'oni Karim tilovati bilan boshlanib, marhum İsa Yusuf Alptekinning o'g'li Erkin Alptekin apandi so'z qilib, marhum İsa apandimning Sharq Turkiston da'vosidagi boshlamchilik roli va uning ish izlariga varislik qilishning muhimligi haqida to'xtaldi. Murosimda doktor Erkin Ahmad apandi Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqun Aysa apandimning salomini yetkazdi. Murosimda Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram so'z qilib, marhum İsa Yusuf Alptekin apandimning Sharq Turkiston da'vosida olgan roli, bo'libmi İsa apandimning Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosida qoldirgan namunalik ishlarini eslatib o'tdi. Undan boshqa murosimga qatnashgan turk siyosiyon va rahbarlar marhum İsa Yusuf Alptekinning Sharq Turkiston da'vosini turklarga omonat qilganligini bildirishdi. Undan boshqa murosimga qatnashgan turk siyosiyon va rahbarlar marhum İsa Yusuf Alptekinning Sharq Turkiston da'vosini turklarga omonat qilganligini bildirishdi.